Propan ustanovka Tracker 2 10X avtomobillar uchun eng ideal motoriga juda ham zo'r tushadigan variantlarni tanishtirib o'tamiz. Salondan chiqqan yangi Tracker 2 bunga 4-pokoleniya original eng fullidan dedi tanladi egalari qo'yib beramiz. Qo'yib berdik. Ko'rishinglar mumkin. Miya blogi Avance 32 ga tur Yevropa gaz brendidan buni qotirmadik, shuni videoga olishlik uchun. Shu joyga qotib, ko'rinmay juda idealni chiqadi. Keyingisi reduktorimiz, bu ham Nordic original reduktor. Tracker 10X juda idealni gaz yetkazib beradi. Boltlari matli, o'zining skaneri bor. Nordic juda ham sifatli reduktor, men o'zimga yoqadi. Original Fagumit shlanka, original xomitlari, MAF sensor, original injektor. 3 talik Tracker 2 juda ham idealni yurgizib beradi. Shu xizmatlarimiz 40 talik balon, shumka, terma trubkalari bilan 4 200 mingga o'rnatdik. Bundan da arzonchi variantini tanishtirib o'tsam, hamma narsasi shu qo'yiladi, faqatgina miya blogimiz Avance emas, Basico qo'yiladi. U ham original. Bundan bir pog'ona past. Juda ham u ham buni zo'r yurgizib beradi. Kimga u, kimgadir bu yoqadi. Yanada arzonchi variantlari ham bor. Misol uchun Sirdaryoda yoki boshqa joyda qo'yish beradi. 3 millionga 3 million 200 mingga qo'yiladi. Unda qanaqa holat? Miyani Basico qo'yadi. U ham yaxshi yurgizib beradi. Avance emas, Basico qo'yadi. Injektor qoladi, original injektor. Terma trubka bulari qoladi. Reduktorda ish bor bu yerda. Misol uchun bu reduktorimizni 500 ming deb oladigan bo'lsak, u reduktorimiz 250 ming turadi. Bundan teng arzon. Shuni hisobiga ancha arzon bo'lib ketadi. Har xil varianti bor. Misol menga qoladigan bo'lsa, misol meni avtomobilim bo'lsa yoki sizga do'stona maslahat kerak bo'lsa, shu miya qo'ying, shundan qo'ying yoki Basico ham juda zo'r yurgizib beradi. Qolgan narsasi qolsin, reduktor Nordic bo'lsin. Atker Turkiya reduktori ham bor. U ham yaxshi xizmat qiladi, lekin bu darajada zo'r xizmat qilib olmaydi. Filtrlarni almashtirish oson, juda ham zo'r sifatli xizmat qiladigan reduktor qisqasi. Xitoy boshqasi yurgizadi vaqtinchalik. Ligirovkasi o'zgaradi. Miyada oladigan bo'lsak, Xitoy miya bilan qo'ysak 2,5 millionga ham qo'yib beramiz biz ham. U issigan holatda miyaning ligirovkalari o'zgaradi, boshqa holat bo'ladi. Eng zo'r lutshi variant Yevropa gazining originallari bilan shu miya. Sharoitingizga qarang, bo'lmasa eng kamida bu yoq qosimda Avance emas, Basico miya bilan qo'ying, mashinani juda ham zver yurgizib beradi. Orqa tomonlariga zapaskalar qatadigan qilib qo'yib berdik. Rasxodlari, boshqa narsalari hamma yo'g'i juda ham idealni. Hozir minib ko'rib, test holatini ham qo'yib o'tamiz. Tracker 2 propan ustanovka. Ko'rishinglar mumkin, mashinamiz 100% propanda. Eng qizig'i nastroykasini ko'ringlar. Xo'sh, nastroykasi ham juda ham idealni chiqdi. Juda ham idealni. Bu qizil benzinli karta, bu yonidagi ustun yuribdi gaz kartasi. Rasxodi ham juda ham idealni chiqib beradi. Yurish, siltalash hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Ko'rishinglar mumkin. Yevropa gaz Avance 32 ga to'g'ri qo'yib berdik. Hech qanaqa chek-pek degan muammo qolmaydi. Mashinani yurishi juda ham zver. Rasxodi ham juda ham chiroyli chiqadi. Ko'rishinglar mumkin. Kimlarga shunaqa propan masalasi bo'yicha bizga bemalol murojaat qilishinglar mumkin.